Ha, aka. Deydi, ko'rding? Shu o'qimiz. 10% ga baland. 10% ga. 79 chiqibdi, 70 bo'lish kerak boshqa. 9% balandmi? Boshqa joydan ham o'lcham. 79 yana bitta joydan. Ha. 78 u yog'ini o'lchamiz. Aka, telefoningga syomka qil, qilyapsan-ku bari. 9% ga baland. Navoiy viloyatida Damas haydovchisiga antisibli qoplamasi uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 126-moddasi 1-qismi bilan 10.300.000 so'm jarima yozildi. Ushbu holat nima bilan yakun topdi? Ko'rsanglar bo'ladi. Yorug'lik o'tkazuvchanligi 79% bo'lishiga qaramasdan antisibli qoplamasi uchun jarima yozilgandi. Ushbu haydovchi avtomobilini jarima maydonidan olib chiqib ketish maqsadida 10.300.000 so'mni 50% chegirmasida, ya'ni 5.150.000 so'mligida to'lab yuborgandi va ushbu haydovchi men bilan bog'landi. Va biz nima qildik? Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyati Qiziltepa tuman sudiga ariza topshirganimizdan keyin Ichki ishlar boshqarmasi haydovchi bilan bog'lanib, go'yoki haydovchi ishonch telefonlari orqali shikoyat qoldirgan va shikoyati ko'rib chiqib, qanoatlantirilib, ish tugatilishi haqida ma'lum qilishgan ekan. Lekin bu sudga ariza topshirganimizdan keyin bo'layotgan holat. Haydovchining aytishi bo'yicha hech qanaqa ishonch telefonlari orqali shikoyat yoki biron bir xabar qoldirmagan. Shundan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyati Qiziltepa tumani sudi tomonidan Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 271-moddasiga asosan ushbu ishni tugatdi. Ya'ni haydovchiga yozilgan 10.300.000 so'mlik jarima butunlay bekor qilindi va haydovchi 50% chegirmasida to'lab yuborgan. Ya'ni 5.150.000 so'm haydovchining kartasiga tashlab berildi. Eslab qolinglar, Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 302-moddasiga asosan sizga nisbatan noto'g'ri jarima yozilgan bo'lsa va uni to'lab yuborgan bo'lsangiz ham to'langan pulni qaytarib olsa bo'ladi. Va haydovchi menga murojaat qilgan holatda ushbu jarimani bekor qildik. Qolaversa to'langan o'sha 5.150.000 so'mni haydovchini kartasiga qaytara oldik.